mumkin edi. Lekin sal avvalroq liniyaga qo'yilgan 124 ishlab chiqarish juda ham qimmatga tushdi. 84-yilda shoshilib liniyaga qo'yib qo'yishdi, lekin kritiklar orasida juda ham qattiq kritikaga uchradi. Flagman bilan bu xatoni qaytarish niyatlari yo'q edi. Vaziyatni konkurentlar yana ham chigallashtirardi. Lexus Amerika bozorida o'zining yangi EOS'i bilan, Infiniti, hattoki Jaguar ham. Mercedes bo'lsa insiderlarga mana yaqinda dunyodagi eng zo'r mashinani ko'rsatamiz deb qizitib turardi. Lekin ular adashmadi. O'zingiz o'ylab ko'ring, 89-yilga 12 ta silindr, 409 ta ot kuchi. Hattoki BMWda o'sha paytda aytishardi. Ko'chada yuradigan darojniy mashina uchun 409 ta ot kuchi slishkim ko'p deb. Rostdan o'zingiz o'ylab ko'ring, 409 ta ot kuchi-ya. O'sha paytda biz o'rgangan Valchok, ya'ni 124 G500 da ham 326 ta ot kuchi edi. Bizda bo'lsa 409 ta. Hattoki Ferrari Testarossa'da 428 dona ot kuchi bo'lgan o'sha paytda. Razmer bo'lsa, buni gapirmasa ham bo'ladi. 5 metr 11 sm. BMWning 7-seriyasidan 20 sm ga uzunroq. Kolesная baza bo'lsa Rolls-Royce'dan 2 sm ga uzunroq. Ajoyib, to'g'rimi? O'sha paytda eng nufuzli Yaponiyani, Amerikani, hattoki Britaniyani jurnalistlari mashinaga hayron qolishgan. Chunki o'zingiz o'ylang, orqa podveskamiz 201 dan olingan 5 rычagli sistema, oldi podveskamiz yangi o'ylab topilgan 2 rычagli sistema. Xullas mashina hammani lol qoldirdi. Mana shunaqa oddiy emas mashinani, oddiy emas tarixi. Yana qiziq bo'lsa, bizni kuzatib boring, yaqin orada ko'rishamiz. Rahmat.